Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrli yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kesh romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Osimning tunji nikohlangan vaqtlari va xizmatidan asliga vaqtlardagi asmlariga shohid bo'ldik. Endi davomini o'qiymiz. Qachonlardan tortib xiyolga cho'kib ketgandiman. Balki tushlik tomoqdan keyindir. Tar ko'chadagi oshxonadan lag'ma yeginim. Halimaning lag'manlariga zotil o'xshatolmadim. G'ashlik ichida qaytib kirganimla esimda. Halima ata qaytib keladi. U yurtqa ketgan bir hafta ichida uning o'zim uchun naqadar muhimligini yana bir qitim his qildim. Uning tomoqlari burnimga purab, pasroq yiqimliq ovozi quloqimga anglayotgandek bilinib ketdi. Bir ikki qitim uning "Choy ichmamsiz?" deb so'rag'ini anglagandek bo'lib, ittik beshimni ko'tardim. Oshxona, hujra, mehmonxonalardan uni izladim. Çayni özüm demlep içip yana xiyalga ketdim. Halima kunlab xiyal sürüp o'tirishimga yo'l qo'ymaydi. İkimiz billa ko'cha aylanatdik, naqsha muzika anglaytdik, to'ylarga baratdik. Bolalarim, bulupmu qizlarimmi meni har kuni yo'qlab turishidi. Aldirash kelib, "Qanday ahvoling dada?" deb so'rab, tomoqqa tutish qiladi. Tomoqni oldimga akirib berib, "Oldirish ishim bor edi. Qozonda tomoq ishib qoldi, unutib qolma. Men mangay" deb oldirab chiqib ketishidi. Men Halimaning rastlagan dasturxonlarini, damlagan choylarini, tomoq yegach o'ltirib qilgan paranglarini seg'inaman. Ishib qolgan tomoqni qanday bir taraf qilishni bilolmay, beorom bo'laman. Men ochgan tomoqni isitib yeyishni yaxshi ko'rmayman. Halima bu mijozini obdan biladi. U tomoqni eg'izda qolg'uda qilib ozda etidi. Birdamda ishtihon ochadigan sovuq saylarni tayyorlay oladi. Dasturxonning bir burchikidan bir piyola qitiq yoki xiyolingga kelmagan bir necha tal meva uzilmaydi. U haqiqatan mu kishini mahliya qiladigan, yashashni biladigan ayol. U mening nimaga ehtiyojim ekanligimni biladi. Afsuski, qizlarim uni yoqtirmaydi. Ular uning o'z opasining o'rnini shuncha oson egallab olishini xohlamasa kerak. Ammo aslim ichida yashag'ili bo'lmaydi-da. Tiriklar hayotini davomlashtirish kerak. Hayot qonuniyatlari ba'zida ana shunday rahimsiz. Qorong'ulik texim quyuqlashdi. Yomg'ir tomchilarining izi qolgan deraza aynagidan yiroq yaqindagi egiz binolarning, cho'ng ko'chadagi chiroqlarning rang-garang sho'lisi tushib turadi. Kechilik hayotning shovqin surallari qandaqdir yo'llar orqali qatma-qat qilin tomlardan o'tib, tumurlaringda eqib yurgandek tuyuladi. Mehmonxonadagi tiklama soat surlik, bo'g'iq ovozda 8 qitim dong urdi. Bu ovoz menga yuragi ashu soat mayikida qetib ketgan oq chashliq, hissiyotsiz bir buvoy hayotining o'tib ketgan daqiqalarini rahimsiz ovozda jakarlayotgandek, seni ogohlantirayotgandek bilinadi. Ba'zida uningdan bezor bo'libmi qolaman. Ammo bir qatim soat bir necha kungacha dong urmas bo'lib qolganda, go'yo hayot to'xtab qolgandek buruqtirma bo'lib ketganimni unuta olmayman. Shu chog'da men soatning orqa tarafidagi aynak yopqichni ichib, giralishib ketgan tishliq choqlar ventillarning aylanishiga qarab vaqt, hayot, jamiyat va taqdir haqida ajoyib xiyollarni surib ketgan edim. Hadiyaning hayot hikoyalari 6-qismi. 1974-yili atiyazda chegara shahri G'uljida sarsonlik turmushining 4-yilini kutib oldim. Qo'ru bog'larda o'rik, olma chechakleri höpida ichilib ketgan kunlarning birida Marziyaning adresi orqali menga qaratib yozilgan bir parcha xat kelib qoldi. Xatning ostiga ilgari o'zim ishlagan maktabning adresi yozilgan edi. Maktabdagi yaqin o'tgan xizmatdoshlarimdan birasi menga xat yozibdi, lekin xatga o'z ismini yozishdan ehtiyot qilibdi deb o'yladim. Xatni Marziyaning uydan chiqib yo'lda ketib o'qidim. U maktab tarafning tekshirish va muzokara qilish orqali masalalarimni xalq ichidagi ziddiyatga tava deb qarab, nomimni va xizmatimni asliga keltirganligi, xizmat o'rnimga qaytib berib, ishlashimni qarshi oldiganligi to'g'risidagi uqtirish ekan. Xatni o'qib bo'lib, garam bo'lib qolgandek turib qoldim. Kallamda hech bir inkos yo'q edi. 3-qitim, 4-qitim o'qigandan keyin birdilla ichimdan yig'a o'tib, yo'lning bir chetidagi seda ham har xil chatqal, chaqqoq bilan qoplangan kishilar yigilik yer deyishadigan o'rmonlikqa kirib, ovozimni qo'yib berib toza yig'ladim. Orqadan qaqoqlab kuldim.
O'rmonlikning nariqi chetida qo'ylarni beqib yurgan bir odam menga hayronlik bilan qarab turib ketib, qo'ylarni haydab itdek ketib qoldi. O'rmonlikdan chiqib etiz orasidagi yo'llar bilan oldimga qarab mingiverdim. O'tgan kunlarim kino kartellerda ko'z oldimdan o'tib turadi. Ichimda xilma-xil his tuyg'ular qaynaydi. To'xtamay xursanddim, uratdim. Manga bir chaqda ussab lavlarim qurib, qursaqlarim echiyotganligini sezdim. Atrofimga qarasam, Bayandayga yaqin bir yerga kelib qoptiman. Yo'l bo'yida mingishqa tamshilayotgan bir traktor bor ekan. Shuni chiqib oldim. Traktorga hak besilgan ekan. Yo'l bo'yi hak tuzundilari bosh ko'zimni qoplab, eg'iz burnimga kirib, bayqi hayajonlarim yo'qotdi. Endi hakdan o'zimni mudofiya qilg'ach, qanday qilishim keraklik ustida o'ylandim. Uyga qaytib kelib, bu xabarni oldi bilan bolalarimga yetkizdim. Ular ko'zlarini yo'g'on ichishib, xizmatim asli kelsa qanday bo'lganligini bilmay o'ltirishib ketdi. Chunki ular tug'ilgandan tortibla yaklanish, xo'rlanishni, namoratlik, jaboliq emgakni ko'rgan. El qatori hurmatlanish, xizmat o'rni, izzat hurmati bo'lishning ta'mini tetmagan edi. Bichora bolalarim ulardan nima gunoh? Men ularni quchoqlab yana yig'ladim. Ularmı yig'lashib qo'rqib menga ching yepishib olishdi. Men ularga tasalli berib, "Yig'lamanglar bolalarim, buningdan keyin bizmi odamdek yashaymiz. Dadanglar keladi, chiroyli ozoda uylarda o'ltiramiz. Dadanglar ikkimiz maktabda sizlarning mualliminglardek bola o'qitamiz", dedim. "Opa, sen endi axlat tarmamsan?" deb so'radi cho'ng o'g'lim qo'rqimsirab turib. "O'tun terishimdan nimachi qo'rqsan, bolam? Maktabdagi bolalar meni axlat xotining bolasi deb zanglik qiladi ekan." "Yo'q, o'g'lim, endi tarmayman. Shundaq deganlar bizning qanday odamligimizni bundan keyin bilib qoladi. Sinimi zanglik qilmaydigan bo'ladi." Marziya shu kunlarda choy o'tkazmoqchi bo'lib turgan ekan. Mening ishimni anglagandan keyin meni tabriklab qo'shib chaqirdi. Men Marziyaning "Bugun sen degan alaydi mehmon, to'rdan tushmay o'ltir" deganiga qaramay, oshxonaga kirib uningga yordamlashdim. Choy bekmu qizg'in ko'ngillik bo'ldi. Har qatim tomoq choy tushib, mehmonxonaga kirgan vaqtlarimda qilishayotgan chaqchaq, aytilayotgan yumorlarni anglab, o'zim tutolmay qaqaqlab kulib ketatdim. Biroq birdamdan keyin ikki qo'zim qattiq og'rib ketdi. Oshxonada o'ltirib ikki qo'zimni to'xtamay o'ylab ara dasta asli keltirdim. Men bunda qaqaqlab kulib baxmag'ili uzun yillar bo'lib ketgan edi. Aslida men kulolmaydigan bo'lib qolgan ekanman emasmi? Shundan keyin xeyli yillargacha kulishdan qo'rqib ikki qo'zimni qo'lim bilan tutib olib yurdim. Men hozirmi patpatla hayvatlik bir binoning oldida kimlarnidir saqlab o'ltirib tushayman. Tularoq yo'g'on bir yuk mashinasini saqlayman. Uningga yotgan ko'rpa, yuk taqlarimni, chamadonlarimni, yana boshqa nurg'un ushshaq-tushak narsamni besib bo'lishim, ustiga o'zim chiqishim kerak. Boshqalar yuk taqlarini olburun mashinaga joylashtirib bo'ldi. Faqat menli qoldim deb umidsizlik ichida shunchalik tipirlaymanki, tushimning oxiri chiqmaydi. Ammo bir necha kungacha g'ashlikdan qutulolmayman. Saqlash ichida andisha, umid, yana andisha ichida o'tgan shu kunlar xuddi butkul hayotimning simvolidek bilinadi. Xizmatimning asliga kelganligi to'g'risidagi uqtirishni topshirib olgandan keyin bir necha oyni daraxtlik cho'ng bir qo'roda, bir binoning oldida ana shundoq saqlash bilan o'tkazgan edim. Boshliqlari mangu yig'in ichida oldirash bo'ladi. Sandiqda uzun turib vaqti o'tib ketgan kiyimlarni dazmollab, yamalgan oyoqlarini maylab paqirtib kiygan seriq chiroylardan kulga o'chgan bir to'p odam bino oldida bozor to'xosdek dugdiyib o'ltiratdiq. Binoga kirib chiqayotganlarga qarab yolg'ondan hijiyatdiq. Biror jip yoki pikap kelib qolgudek bo'lsa, gurutda atrofiga o'lishatdiq. Amalli qo'g'dug'ishlar kelib bizni haydaydi. Pikapdan tushgan boshliqning qapoqlari turilib ketadi. Shundoq saqlab yurib, oxiri Mas'udning xizmatini g'uljiga yo'tkib oldim. Biroq mening arxivim chora ko'rgan chaqdagi qora materiallar bilan to'shib ketgan edi. Bu haqiqiy asliga keltirish hisoblanmaydi ekan. O'zim janubga berib, o'zim ishlagan maktabdagilarga qora materiallarni ko'ydirgizib, yangidan baho so'zi yozg'izib kelishim kerak ekan. Shu chaqdala bu yerda xizmatga o'rilish olaydi ekanman. Bu gapni anglagan cheg'imda uzundan buyon kutgan kunlarimga erishishga oz qolganda chiday olmay qoldim.
shunchalik huyum tutdiki, bunda xapalig'i tugmaydigan xizmat deganni cho'rib tashlab, pul yig'ib bir eshak harvisi ilib, kondin ko'mir tushib yoki kirakash qilib, erkin ozoda yashaychu deb turib oldim. Men bek herib ketgan edim. O'zim tashlab hech qanday xizmatni, pul tepishni o'ylamay bir uyquga ketsam, nihoyat uzoq uxlaydigandek qilatdim. Biroq meni tushundigan, 4 yilni qanday o'tkazganimni biladigan do'stlarimmi undaq qilishimga yo'l qo'ymaydi. Күндүн күнгө чоң болуатқан балаларымның үмітлі көздерге қарғанымда ваз кетішке хақым yo'qligini o'zimmi bilətdim. Shuncha ko'p sababdan sirt intayin muhim bir sabab bor edi. Men munbarni bek sevg'ingan edim. Munbardan ayrilgandan buyon men faqat mas'uliyatning turtkisidilla yashayotdim. Yuragimda lavuldab yenib turadigan o't allaqachon o'chgan. Ko'nglim qara bulut qaplagan osmonga o'xshaydi. Nazarimda bunda hayotning hech qanday ahamiyati yo'q edi. Nihoyatda murakkab hissiyot ilkida kech-kunduz xayolimdan chiqmaydigan ashu darvozadan yana bir qitim atladim. Darvoza oldida turganimda 15 yil ilgirki menga intayin tunish his tuyg'ular tomirimda yana bir qitim o'rkashladi. Keng maydon, eriq bo'yidagi terak va akasiyalar, palampay, to'ruk, ishik derizlaridan Yevropa Rus uslubi chiqib turadigan o'qituvchilar ishxona binosi, qator sinflar. O'qituvchilar binosining oldidagi agma ko'rikning ikki tarafida o'ltirishgan o'qituvchilar. Ana qo'ltiqiga ko'k yo'qlama daftar qistirib olgan Zo'ram xonim Ablat muallim bilan paranglashib turdi. Fizika o'qituvchisi Avut muallim Arximid oldida turgan bir bolaga tanbeh beryotdi. Uning chochlaridagi oq nemoch ko'payib ketgandi. Ushtumtut yangroq qo'ng'iroq ovozini anglab yuragim jig'i taqilib qoldi. Qo'ng'iroqning ovozi chiqqan tarafga qarab Oysha hadini ko'rdim. U qo'ldagi sap-seriq tuch qo'ng'iroqni kuchab silkiguncha sinflar tarafga qarab ketyotdi. Maydonda o'ynab yurgan bolalar birdamla shamol uchirib ketgandek yo'q bo'lib ketishdi. Oysha hada qo'ng'iroqni pastga qartib qaytib kelyotdi. Ishxonalardan chiqqan o'qituvchilarmi oldirmay mingib sinf binosining eshigidan kirib ketishdi. Ashu qorong'u tinissiz koridor. U yerda sho'x bolalarning dupirdab yugurashlari, varang churunglari, muallimlarning salmoq qadam tevishi, ikki tarafdagi sinflarda dars o'tayotgan o'qituvchilarning, erlarning, ayollarning, qiyirlarning, yoshlarning har xil ovozi anglanib turdi. T shakllik uzun koridorning agma qismiga yuqori yilliqlar joylashgan. U qismida dupur varang churunlar oz. Bu bolalar o'zlarini tamkin tutib tuvan yilliqdagi kapsiz o'qilariga yiroqdan nazar silishib qo'ydi. Ularning bosh qotirgan ishlari nihoyat ko'p. Bo'libmi, davlatlik imtihonlar yaqinlashganda bu sinflarni bir xil surlik sukut qoplaydi. Ashu gunga koridorda o'quvchilarim imtihon berayotganda dakkudukka hayajon ichida ishik aynigidan qarab ketishlarim. İmtihandan chiqqan har bir boladan "Qandoq berding? Qaysi savolning javobini qandoq yozding?" deb so'rab ketishlarim. Ular bilan tang xo'sh bo'lib, tang qayg'urishlarim. O'rimda bir pas turib qolganimni bilmay qoptiman. Xiyoldan bosh ilib yana oldimga qarab mangdim. Xuddi oradan shuncha vaqt, shuncha ish o'tmagandek, hamma narsa, hamma ish shu peti turgandek yoki ularning hammasi tushdek. Cho'chib uyg'onib hamma ishning o'z yo'liga ketayotganini ko'rgandek, bir xil tuyg'u ilkida agma ko'rikdan atladim. Ammo o'tgan u kunlar tush emas edi. Maktabning yangi boshliqlari ayni vaqtdagi aktiv xizmatdoshlarim. Beshimga qara kunlar kelganda mendan yuz o'rgan, oldi kaynimda qilmagan gaplari, qolmagan yaqin do'stlarim meni qizg'in qarshi oldi. Maktabda cho'ng yig'in ichilib, menga ortilgan tuhmatlar ag'dirilibla qolmay, o'qitish haqidagi alaylikim va natija muayyanlashtirildi. Arxivimdagi qara materiallar ko'ydirildi. Tutib qilingan maoshim to'liqlab berildi. Qadinas maktabim, xizmatdoshlarim, do'stlarim bilan qiymagan holda rostilla shunchalik qiyolmadim. Hatto qaytib kelishni o'ylab qoldim. Oxiri yana xo'shlashdim. Yo'l ustida yurtimga berib ota-onamni yo'qladim. Madaniyat zo'r inqilobi jarayonidagi qalaymaqonchilik, isrofchilik, ishni to'xtatib qo'yib inqilob qilishlarning ziyni ko'rilishga boshlaganligi bu yerdami monaman deb turadi. Go'sht yo'q normaliq, yo'qning o'rinda. Puhralarning yeydig'ini 80% qora osh edi. Oziqlikning nacharligi tufayli dadam bekla ojizlab qolgan ekan. Opamning chochlari ushtak oqirib, qaddi pukilib texmo vijik ko'rinadigan bo'lib qopti.
Ularning holiga qarab ichim serildi. Quliga pul beray debmi o'yladim. Ammo oldingi qitim kelganda dadamning bir siyirimiz bo'lgan bo'lsa ha deb armon qilib ketganini o'ylab, uningga orzusidagi siyirni ilib berdim. Ata-onamning duosini ilib o'lib ketgan qarindoshlarimning tuproq beshini yo'qlab, tiriklari bilan xo'shlashib, G'uljaga qaytdim. Mas'ud ikkimiz shahardan 90 kilometr yiroqlikdagi yangidan kengaytib qurilgan Kan rayon maktabiga taqsim qilindik. Mas'ud mudir bo'lib tayinlandi. Men to'liq o'rta sinflarning til adabiyot o'qitishni ustimga olgandan boshqa ijtimoiy fan o'qitish tadqiqot gruppasining mas'ulligini ustimga oldim. Ko'z oldimizda turg'ani ilgari ishlagan maktabimizga o'xshamaydigan yangi bir muhit, boshqacha odamlar edi. Kan rayonining bir chetiga Bo'stonliq ichiga joylashgan bu maktabda boshlang'ich 1-yillikdan to'liq o'rta sinflargacha 20 necha sinf bo'lib, Kan rayoni ma'rifqa pulni ayamay xarjlaydi ekan. Sinflari yangi, yo'ruq, partlari valildab turdi ekan. O'qituvchilar ishxonasining sharoiti alayda yaxshi bo'lgandan boshqa yumshoq devorlar qo'yilgan dam elish uyi, material bo'limi, o'qituvchi o'quvchilarning ayrim ishxonalari bor ekan. Mushundaq yaxshi sharoitda ishlaydigan o'qituvchilarmi chuqum alayda tarbiya olgan safoliq kishilar bo'lishi kerak deb o'ylaydim. O'qituvchilar qo'rg'osidagi yangi cho'ng uyga ko'chib chiqib, qizimning ayrim uyda tura oladigan bo'lgandan bek xush bo'ldim. Ikki o'g'limning uyimi ozoda edi. Elektr chiroqlari bilan yorib turgan uylar bolalarning dars takrorlashi, topshiriq ishlashiga bek qulay edi. Oshxonamizning trubasini assaqla sharqirab suv tushaydi. Ilgari yiroqdan suv tushib jahondorchilik qilgan bizdek odamlar uchun bu zo'r yangilik hisoblanadi. Bu uyga ko'chib kelgan dastlabki vaqtlarda bolalarim sal o'zlasholmay nimadir ehtiyot qilgandek bo'lib yurishdi. Kichik o'g'lim mendan: "Appa, bu rost bizning uyimizmi?" deb so'raydi. "Shundoq, bizning uyimiz saqam" deb javob bersam darholla: "Endi bizni haydatmamdi?" deb so'raydi. Uning savollaridan o'pkam o'rilib javob berolmay kuchab beshini chayqashga majbur bo'latdim. Xuddi men kulolmas bo'lib qolgandek, ularning ruhidimi nurg'un normalsizliklar bor edi. Men bu normalsizliklarning asta-asta dangchilib, asliga kelish uchun bir mezgil bolalarimning o'ziga bo'lgan ishonchisini oshirishga, ruhini ko'tarishga tirishdim. Ham xeyli kuch sarf qilishga majbur bo'ldim. Bu jarayonda men bolalarning go'dak vaqtlarida uchirgan kamsitish va vahima uningga umrvoyi ta'sir ko'rsatganligiga, uni to'liq yo'qotishning bek ta'sigi, hatto mumkin emasligiga tan bermay tura olmadim. Urilishib bo'lib rasmiy ishga tushgandan keyin bir mezgil dars o'tishga tayyorlik qilg'ach ijtimoiy fan o'qituvchilarining ahvoli bilan tanishdim. Bu maktabda yosh o'qituvchilar mutlaq ko'p sonni egallaydi. Ularning ko'p qismi yaqinqi yillarda tuzuk o'qimayla maktab bitkizib o'qituvchi bo'lib qolganlar bo'lib, ma'rifning nimaligini, o'qituvchilarning nimaga ehtiyoji ekanligi haqida o'ylaydiganlar oz edi. Ular kun o'tkazish, maoshni to'liq elib jon biqish uchunla o'rindiqni saqlab o'tirishadi. O'quvchilar bilan muomala qilish ular uchun azobli bir ishqa, siliqqa aylanib qolgan edi. Qiziq yeri, bu ozoda rohat ishxonlar ko'p vaqtda jangi jidal soruniga aylanib ketadi. Yosh ayol o'qituvchilar orasida darsni tashlash, sinfdan qiynab chiqish, o'quvchilar ustidan shikoyat qilish odat edi. Ba'zilari gap olmagan bolalarni ishxonaga akirib olib, tillab silkib, dushkallashga boshlaydi. O'quvchilarmi ulardan tap tortib o'tirmay tang turadi. O'qituvchi o'quvchilar orasidagi har xil surkilishga, ba'zilar ota-onalarmi aralashadi. Ota-onalarning oldida bo'lsin, o'qituvchilar aro bo'lsin, har vaqt o'quvchi ayblanadi. Bundaq jidallarni kuzatib o'tirib, ayiblash, tushirish ichida yashaydigan ashu bolalardan ansirab qolatdim. Ularning g'ururi nobud qilingan, o'zini mengu yaramas deb qarab, jamiyat bilan qarshilashadigan odamlardan bo'lib qilishidan voyim yetdim. Har bir bola nazarimda parvishga muhtoj nota edi. Uning uchida intayin nozuk, yumron bexi bor edi. Ashu bexiga zarar yetsa, nota nobud bo'ladi yoki tuz o'salmaydi. Bir odamning g'ururimi dal shundoq darsa, uningga chiqilg'il bo'lmaydi. Agar uningga ziyon yetkazilsa, oqibatini tasavvur qilish tas albatta. Ashu o'qituvchilar mushni bilmamdigando, o'ylamamdigando.
Nima uchun ularning ko'nglida balalarga kuyinish, balalar uchun o'ylanish yo'qdi. Amaliyotda bu o'qituvchilarning o'zlari ashu kapsiz o'quvchilardan ko'p farqlanib ketmaydi. Ishxonadagi varanchurung quruq gapning dastidan dars tayyorlash emas, topshiriq tekshirgani bo'lmaydi. Xizmatga, yig'inlarga, darsga kechikish bular uchun odatdagi ish hisoblanadi. O'qituvchilarning intizomiy qarashi mushundaq bo'lgan yerda ularning o'quvchilarining qandaqdir? Men dars anglash, sirtdan kuzatish davomida ba'zi sinflarning xuddi bozorga o'xshaydiganligini, o'qituvchi bolalarning anglash-anglamaslig'i bilan kori yo'q, yiqimsiz ohangda dars so'zlayveradiganligini, ba'zi o'qituvchilarning o'quvchilarning qo'lini orqasiga qilib xuddi bog'lab qo'ygandek qatirib o'ltirg'izadiganligini, biror o'quvchi sal midirlab qo'ysa qattiq vaqirab qo'ldagi bo'r, kitob yoki qalamni otadiganligini, dars soatini og'ziga kelgancha quruq gap, hayva qilish bilan to'shqizib yetadiganligini, ba'zilar o'quvchilarning kitobdagi ko'nikma savollariga javob beradigan bat qurlarning ostiga sizdiribla chiqib ketsa, yana ba'zilarning kitobni so'zma-so'z o'qib beradiganligi yoki boshdan oxir o'zi so'zlab o'quvchilarga so'zlash fursati bermaydiganligini ko'rgan bo'ldim. Ko'rgan his qilganlarimni Mas'ud bilan o'rtoqlashib ikkimiz birlikda chora-tadbirlarni tuzib chiqdik. Men ijtimoiy fan o'qituvchilarining kasbiy o'rganishga tashkillab, nachar o'quvchi yo'q, faqat nachar o'qituvchi bor. Bolalardagi g'urur, o'qituvchi sizni nima uchun hurmat qilmaydi degan temalarda mulohizlarni qo'zg'adim. Boshqalarni so'ziltib, o'z qarashlarimni o'ttirg'a qo'ydim. Bu muzokaralar o'qituvchilar nihoyat qiziqtirdi. Hammaylar chin ko'ngildagi gaplarni qildi. Ba'zilar izinib intayin qimmatli fikrlarni berdi. Bu jarayonda ko'pchilikning o'z xizmatiga, mas'uliyatiga bo'lgan tonishi o'sib, ishxonaning kayfiyati o'zgarishga boshladi. Bu asosda men yoshlarni o'qitish, sinf mudirlik mahorati ustida izlanishga yetakladim. Ayrim o'qituvchilarning darsni anglash ojizligiga qarata fikr talablarini o'ttirib qo'yib, dars o'qish metodini yaxshilashiga yordam qildim. Keyingi vaqtlarda o'qituvchilar o'qitish usuli, metodi ustida ko'proq bosh qotiradigan, o'zaro maslahatlashadigan, izlanadigan bo'ldi. Mas'ud meni boshdan oxir dodil ishlab, o'z alayligimni joriy qildirishga ilhomlantirdi. Ikkimiz maktabda o'z ishlarimiz bilan bir-birimizdan oldirash yuratdik. Uyda tamoq etib etibmi, tamoq yeb etibmi, televizor ko'rib etibmi, maktabning ishlari haqida so'zlashatdik. Cho'nglari o'ttara maktab sinfida, kichiki boshlang'ich sinfida o'qiyotgan bolalarimizmi bu gaplarga qo'shilib qoladi. Ularning bolalarning nuqtasini qilgan gaplari biz uchun ilhom bo'ladi. Bolalarimiz bizning qattiq talab bilan tarbiyalashimiz va kuyinishimiz orqasida adablik, tirishchan bo'lib yetilyotadi. O'tgan kunlarning qora ko'langalari ularning yumron vujudidan asta-asta yiroqlashayotgandek qiladi. Munbarga qaytib kelganligim, o'z alaydikim, tajribalarim orqali texmi ko'p yosh o'qituvchiga yordam berish fursatiga erishganligimdan xushal edim. Xuddi yosh vaqtlarimdagidek ishlab bormaydim. Ancha-muncha shaharga kirib qolsam, do'stlarim bilan tunish bilishlarim. Hadiya, sen boshqadan yoshirib chiroyli, ruhliq bo'lib ketibsan. Mudirning do'ldini ko'ryapsan-da, deyishatdi. Men ularga rahmat aytib kulib qo'yatdim. Ammo ular mening ilgarikidan necha hassa ortiq jafoliq ishlayotganligim nima bilsin. Men to'liq o'rta sinflarga haftasiga 30 soatga yaqin adabiyot o'tgandan boshqa, to'liqsiz birinchi yillikdagi bir sinfning sinf mudiri, bu sinfdagi 40 o'quvchining g'imini yeb, qancha kechini uyqusiz o'tkazganimni bir o'zim bilaman. Yelimi esimda. Men bu sinfni qo'limga elib, tunji qattim sinfga kirib ketayotsak, qo'rqinchli ovozda vaqirishqancha qo'g'lishib chiqib ketayotgan ikki o'quvchining biri meni usib yiqitib o'tgan edi. Helimi yaxshi, bir qo'lim bilan tomni tirib olg'ashqa qattiq yiqilmadim. Ammo qo'lim xeyli vaqtlargacha og'rib qiynalib yurdim. Men yerga tushib chechilib ketgan yo'qlama kitob daftarlarimni terib olib sinfga kirdim. Munbarda xeyligacha qarab tursammi, menga hech kim diqqat qilmadi. Ba'zi o'quvchilar partlar orasida qo'g'lishib, pomdaqlashib yuradi. Ba'zilari ullik ovozda oqshimi ko'rgan kinolarini so'zlashib, harakatlarini do'rishatdi. Az bir qismlar menga yo'chun yangi muallimga "Sen nereden paydo bo'lib qolding hamdi?" degandek ajablanish ichida qarab o'tirishatdi. Men o'ynayotgan bolalarga kulimsirab qarab ovozimni sal ko'tarib, "Savoqdoshlar, o'yininglarni tanaffusda davomlashtiringlar. Hozir biz tunishib olaylik, qandoq?" dedim.
O'ynayotganlar o'rinlarida turib qoldi. Ba'zilari joyiga kelib o'ltirdi. Bir necha sekunddan keyin sinf ichi asosan tinchidi. Men sizlarning sinf mudiringlar ham adabiyot o'qituvchinglar. Ismim Hadiya. Hadiya muallim desanglarmi, Hadiya opa desanglarmi bo'ladi. Endi hammanglar navbat bilan o'zinglarni tunishtirib o'tinglar. Bo'lamdi? deb o'ng taraf birinchi ratda o'tirgan qizga qaradim. U tamtirab o'rnidan turib atrofiga bir qarab etib, Mening ismim Nodira olim dedi. Rahmat qizim. Ha, sizchu? Uning yendiki o'g'il bola o'rnidan turib ishtikla. Mening ismim Fayzulla deb o'ltirib oldi. Nimanda qoldiramqsan bolam? Aldırmay jangjang so'zlamamsan, familiyangchu dedim. Bolalar paraqlab kulib ketishdi. U qizarg'incha yana o'rnidan turib, Ömer, Fayzulla Ömer dedi. Barkallah, biz hammamiz tik turib dona uchuq so'zlashni o'rganib olayli. Biz ravan nutqimiz orqali boshqalarga tunji yaxshi ta'siratni qoldira olamiz, dedim. Mening ismim Hajar Qurbon. Mening ismim Salima Obul. Mening ismim Dilbar Samat. Men ularning har birini "Aprin. Barkallah dadilliqingga. Qizim, ovozing nimandaq yiqimliq. Kelgusda doktor bo'lsang bo'lg'idek. Qara, manfaasi olmada qizirib ketganingni" degandek gaplar bilan ilhomlantirib, ba'zilari bilan chiqishib qo'yatdim. Bundaq chaqlarda bolalar qaqoqlab kulib ketadi va o'z alohidliklarini ifodalashga tirishadi. Bundaq bo'lganda menmo ularni esda tutib olaydim. Bolalar o'zini tunishtirib bo'lay deganda koridorda paloq-puluq ovozlar anglanib, eshik tepib ochildi-da, bayamqi ikki o'g'il o'quvchi kirib keldi. Ishdan kiribla o'zlarini o'rindiqlariga atmoqchi bo'lishiga ularni to'sib oldim. To'xtanglar bolalarim, biz tunishib olayli. Men sizlarning yangi sinf mas'ulinglar. İsmim Hadiya. İkinglarmi o'zinglarni tunishtiringlar. İki bola bu gapni ta'na deb tushunib, tanqid anglashga tayyorlanib, tirnoqlarini tatilashga, oyoqlarining uchi bilan yerni sizishga boshladi. "Voy, sizlarning isminglar yo'qmi?" deb kuldim. "Sizlar aytishni xohlamasanglar, men tepib boqay. Qani, sen Ilhom Saydulla, shundaqmi?" "Shundoq muallim." "Undaqda sen Odil Turaxun." Adil Turaxun manga bir qarab qo'yib beshini tuvan silib, oyog'ining uchi bilan yerni kuchab jijilashga boshladi. U boyaqi Usugak Boturning o'zi edi. Uning turqidan o'zgacha mijoz ifodalanib turadi. U o'zining Adil Turaxun yoki emasligini qattiq o'ylanayotgan alpozda. Shundoq muallim, dedi. "O'ltiringlar. Buningdan keyin dars vaqtida sirtda o'ynag'inglar kelsa, mendan ruxsat ilinglar, bo'lamdi?" Balalar yana paraqlab kulishdi. Shuningdan tartib, men darsxona intizomi haqida gap qilib boqmadim. Birla qitimni hisobga olmaganda, birarsini ayiblabmi boqmadim. Dars vaqtida o'quvchilarim erkin o'ltiratdi, ammo mening har bir eg'iz so'zimni berilib anglaydi. Ular Latin yeziqi asosidagi Uyg'ur yangi yeziqi qo'llanayotgan yillar bo'lib, darsliklar yangi yeziqcha edi, ammo til adabiyot darsiga oid foydalanish materiallari va kitoblar Uyg'ur kona yezig'ida bo'lganlikdan kona yeziqni egallab olish zarur edi. Men o'quvchilarimga darsga qo'shimcha qilib kona yeziq o'rgatdim. Uyimda bolalarga oid kona yeziqdagi kitoblarni akilib, yana bir qism kitobni setib olib, sinfda kichik qiroatxona qurdim. Aile sharoiti yor berilgan bolalarni gezish jurnallariga mushtari bo'lishga yetakladim. Kichik qiroatxonani rasmiy ochayotgan kuni, "Saboqdoshlar, bir oy ichida minutiga 100-120 so'z o'qiy oladigan, yoza oladigan, o'qiganni tushunib ma'nosini so'zlab bera oladigan holatga yetalamsizlar? Bir oydan keyin sinfda kitob o'qish musobaqasi o'tkazamiz. Kim tez o'qiy olsa, o'qigan tekstning ma'nosini to'liq so'zlab bera olsa, mukofotlandi", dedim. Adabiyot darsi oraliqida, darsdan tushgan vaqtlarda bolalarning qo'llaridan kitob tushirmay o'qiyotganligini ko'rib, suyunganimdan ko'zlarimga yosh keladi. Fursat tepib, ularni to'xtamay ilhomlantirib turatdim. Natijada ularning ko'p qismi men talab qilgan saviyaga yetdi. Men va'damda turib, ularning har birini birdan chiroyli xotira, birdan qalam bilan mukofotladim. Bolalardagi yuksalishni asos qilgan holda metodimni o'zgartib, yetakchilikni kuchaytirib mangdim.
Mən hər qıtım birər dərsini ötüşdən burun oquvchilarimga tekisga yoki tekis avtoriga münasibətlik əsərlərini tepib oqub, yetakchi savollarga tayyorlik qilib kelishni o'rinlashtirdim. Dərs vaqtida dərs teksti o'qilib bo'lgandan keyin o'quvchilar o'z tayyorligiga asosan o'zlari so'zlaydi. Oxirida men so'zlaydim. Xulosani o'rtaq chiqaratdik. Bu jarayonda xato so'zlab qo'yganlarni ilhomlantiratdim. Tushunish iqtidori tuvanlarga ayrim savol qo'yatdim. Demak, bir soatlik darsdan hamma bola o'ziga tushliq nab ololg'achqa, bolalar darsga qiziqib qoladi-da, dars intizomi ham o'zlashish nisbati o'zligidan yaxshilanib ketadi. Shundaq qilib, bu qadamliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.